Assalamu aleyküm hürmetli yurttaşlar. Bugünkü satığa çıkan cayımız görüp durğanlarınızın şörümüzdə boladı. 4 etajlı domumuzun 4-cü etajında Euro Remo 97 kvadrat metr cayımız satığa çıktı zudlik bilen. Hürmetli yurttaşlar, birimizin mənzili beyanımızda vağzal boladı. Zanalni, manej, arkamızdan manej boladı. Ranch Universitet. Dım zor caydan, məndən köp adam şörümüzdən cay sonra buradı. Kvadrat katta bo'lsin deb yine 97 kvadrat metr joyimiz zudlik bilan Euro Remo joyimiz sotuvga chiqdi. Esa joyimizni ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Ketdik hurmatli yurtdoshlar. Yurtdoshlar 4-qavatimizga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizning shu xonadonimiz bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb xonadonimizga kiramiz. Girganimiz ko'rib turganlaringiz yine yengikka tushgan aboydan chiqib turibdi, ajoyib bo'lib. Joyimiz remontdan chiqib turibdi yine. Ese joyimizni bir yandan danıştırıp çıkamiz. Yine girgan yerimiz atapline o'tgan, toza, ajoyib bo'lib joyimiz issiqqina bo'lib turibdi. Bu yerimizda rakovina qo'yilgan, kafellar qilingan, перехожка zonamiz yine ko'rib turganlaringizni haytaga etib, ajoyib etib zatilingan joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Tak, bu yanimizdan boshlaydigan bo'lsak, bu yerimizda tak tualetimiz bo'ladi, aqua eshik, Ariston Royal firmasiniki oyoq kiyimlarimiz kafe. Yine görüp durağlarınızın şundan görün işte. Tak, yanımız vannamız boladı. Vannamızdan yine görüp durağlarınızın ayak değilleri kafir, bellerimizden kafir kılıngan. Şundan görün işte beyerimizden. Aynen aqua eşikleri. Ayak değillerimiz giren taş algan görüp durağlarınızın. Tak, yanımıza geleden olsak bir yerimiz diyetisik kanası. Diyetisik kanası yine görüp durağlarınızın. Laminat bol ilgilemle bilen taş algan. Mebeller koyulgan, akvayna. Joyimiz 97 kvadrat metr bo'ladi. Bu yanımıza keladigan bo'lsak, eshiklarimiz qayta eshik va kattalarning spanisi bo'ladi. Kattalarning spanisini ko'rib turganlaringizdan shundan ko'rin işte. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu yanımızda balkoni bor. Yine ajoyib. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli yurtdoshlar, bir yerimiz kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimizdan bir xona bilan xona deyin katta tushgan yine mebellari ko'rib turganlaringizdek. Bir yerimizda ajoyib yine. Aboyativ kattalar boydan chiqqan. Zamonaviy gaz plitalar qo'yilgan. Ajoyib ondan yaxshisidan. Bir yerimiz zalimiz bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, zalimiz dim katta tushgan, ullu. Bir zalı, havlu joyim zalınlara dini katta tushgan, ulug' keng tushgan. Ko'rib turganlaringiz 97 kvadrat metr bo'ladi joyimiz. Halılar taşalgan, asfaltli perdelerimiz yaxshisidan qo'yilgan, lyustralar, natожный потолок, gipsakardon bilan kombinatsiya etib zatilingan. Hurmatli yurtdoshlar, bu yerimizda konditsionerimiz ham bor. Joyimizin indi narxına keladigan bo'lsak, joyimizin narxi 650 milyon so'm zudlik bilan sotiladi. Hurmatli yurtdoshlar, 650 milyon. Joyimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar, shuning joy so'rab bilgan donish bilishlari tashakkur qo'yinglar. Hurmatli yurtdoshlar, ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Joyimiz kredit asosida sotiladi. Joyimizning narxi yana bir aytaman, 650 milyon so'm. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.